Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugungi video obzorimiz yine Xudo xolasa yangi turmush qurayotgan kelin-kuyovlarimiz uchun baxt uyi. Yine Gulyangidan aylanib kelin-kuyovlar seyre keladilar. O'yin gul ketadilar. Yoshlarimiz uchun yangi ochilgan baxt uyimiz bor yine Xudo xolasa. Yangi ish faoliyatini ishga tushirdi Xudo xolasa yine. Adresini de keladigan bo'lsak, yine Xudo xolasa yine bu yoqimiz tuman hokimiyati yine ercha kelaversa girib kelaverishda hokimiyatni oldidan chap tomonda yine baxt uyi. Xudo xolasa hozir girib yangiliklar bilan prizlar bilan danışamiz Xudo xolasa. Aziz yurtdoshlar, Xudo xolasa telefon nomerlari ham bor, tushirib ketamiz. Telefonlashib bemalol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Dostum, yaxshimisiz? Xayrli bo'laversin ishlar. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yangi yillar bilan yetib keltirgan. Yaxshimisiz? Muborak bo'lsin. Ishlaringiz o'ng'indan bo'lsin. Xudo xolasa podpischilar bilan xalqimiz bilan salomlashib berasiz. Assalomu alaykum. Do'stlar, yaxshimisizlar? Kelayotgan yangi yillar bilan hammangiz uchun qabulingizdan tabriklaymiz. Xudoim kelavering, el xizmatindamiz. Xudo xolasa yangi turmush qurayotgan kelin-kuyovlarimiz uchun yine ajoyib yangilik. Aziz yurtdoshlar, Xudo xolasa yine bir qator ko'rsatamiz aziz do'stimiz bilan. Yine ichi chiroyli. Xudo xolasa kelaversizlar. Aziz yoshlar, yurtdoshlar, ajoyib bir-biridan chiroyli dekoratsiyalar zamonaviy turda bezab qo'yilgan. Xudo xolasa do'stim, yana no'v yangiliklar bor. Xudo xolasa. Bu yoqdan tanıştırıp beni gösterip kanı yurtdoshlarimiz uchun ajoyib yangilik. 80-90 yillara qaytamiz. Aziz yurtdoshlar, yine ajoyib dekoratsiyani ishlab qo'yibdi do'stimiz. Xudo xolasa ata-bobolarimizning davrindagi yillar qaytamizdan yine shunday chiroylatib to'ylarni o'tirganlarni shunday retro davra qaytib ham reklama ishlasa bo'ladi, ajoyib. Xudo xolasa hali yangi ijodlar bo'ladi do'stim, hali bitmabdi-ku Xudo xolasa. Nasib bo'lsa bir-biridan chiroyli dekoratsiyalar hali bo'ladi. Nasib bo'lsa astan. No prizlar bor Xudo xolasa. Priz qo'yib beramizmi yangi yillarda? Kelin-kuyovlarimiz uchun bor-ku. Bo'lmon 4 yillar, bo'lmon yangiliklar bizga kelaverasiz. Bo'ladi. Yani kelin-kuyovlarimiz uchun masalan keladi. Torta shamponi besplatniy bizning ichida hamma narsa. Shopper kamerasi biratlovchi yine kofeler. Barimiz ham bor ekan. Besplatniy kofesi, suv hammasi içinde gelip iste'mol etib ketaveradilar. Bo'ladi, Xudo xolasa. Hamma narsalarimiz. Yine aziz yurtdoshlar, Xudo xolasa Sapa studiyoning adini aytib kelsangizlar, prizlari bor deb turibdi do'stimiz. Xudo xolasa, yana do'stim ijodlari omad. Xudo xolasa to'y ko'p bo'lsin. İşlerinizden omad, yatırgan yangilar ham muborak bo'lsin aziz yurtdoshlar. Yine bir qator yana ko'rsataman. İçan dekoratsiyaları ajoyib bir-biridan hali. Xudo xolasa yana bir-biridan chiroyli dekoratsiyani do'stimiz, Zafer do'stimiz chiroylatib bezab qo'yadi. Xudo xolasa yana ko'raverasizlar. Sizlarni kutib qolamiz Xudo xolasa. Yangi yilni yaxshi kutib olinglar. Salomat bo'ling aziz yurtdoshlar. Xudo xolasa hozir yana sirtdan yana bir qator adreslarni tushuntiraman. Nasib bo'lsa yangi qo'shilayotgan yoshlarimiz vaqti bo'lsin. Xudo xolasa kelaverasizlarga ko'ra. Yana aziz yurtdoshlar, Xudo xolasa içandan bir qator tanishtirib o'tdik. Baxt uyi to'y xizmatlari uchun kelaverasizlar. Nasib bo'lsa hozir adresini yana bir qator tushuntiramiz. Xudo xolasa yana 4 yil hokimiyatda elde erchani yonidan kelaverasizlar. Kelaverishda chap qo'lda baxt uyi. Adresimiz Xudo xolasa. Nasib bo'lsa kelaverasizlar. Yani Instagram profiller akkaunt yozilgan. Eldimden müracaat etip, telefon etip, zanitlab qo'yib kelaverasizlar nasib bo'lsa. Yine Smart Cafe bu yoqimiz mo'jal. Shuni eldi tomonida joylashgan baxt uyi. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar. Yangi yilni yaxshi kutib olinglar.